Pensiyani bank kartasiga oladigan pensionerlar bu ma'lumotni albatta bilib qo'ying. Chunki bitta oddiy xato, bitta kechiktirilgan ariza yoki bitta noto'g'ri tushuncha sababli pensiya pulingiz kechikishi, kartaga tushgan puldan foydalana olmasligingiz yoki o'zingizga tegishli bo'lgan imtiyozdan bexabar qolishingiz mumkin. Men bugun aynan pensiyani kartaga oluvchi fuqarolar uchun eng muhim tartiblarni sodda tilda tushuntirib beraman. Pul qachon tushadi? Karta muddati tugasa nima bo'ladi? Bank almashtirilsa nima qilish kerak? Pensionerning o'zi bora olmasa kim olishi mumkin? Firibgarlardan qanday ehtiyot bo'lish kerak? Agar siz o'zingiz pensiya olsangiz yoki uyingizda ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarda real pul va real muammo bilan bog'liq. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyani naqd pul shaklida olardi. Ayrim joylarda pensiya pochtachi orqali uyga olib kelinardi. Ayrimlar esa belgilangan joyga borib, imzo qo'yib pulini olardi. Bu usulning yaxshi tomoni shunda ediki, odam pulni qo'lida ko'radi. Lekin muammolari ham ko'p edi. Pochtachi keladigan kunni kutish kerak. Pensioner uyda bo'lmasa pulni olish kechikadi. Ayrim hollarda pul yetkazib berish tartibida tushunmovchiliklar bo'ladi. Uzoq qishloqlarda vaqt va masofa muammo bo'ladi. Hozir esa pensiyani bank kartasiga olish keng tarqaldi. Bu qulay. Pul kartaga tushadi. Do'konda karta orqali to'lash mumkin. Bankomatdan naqd yechish mumkin. Mobil ilova orqali kommunal to'lovlarni qilish mumkin. Lekin karta qulay bo'lgani bilan uning o'z qoidalari bor. Karta oddiy plastik bo'lagi emas. U bank hisoblariga bog'langan moliyaviy vosita. Demak, karta muddati PIN kod, SMS xabarnoma, bank ilovasi, ishonchnoma, hisob bloklanishi, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi kabi masalalarni bilmaslik pensionerga zarar keltirishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan muammo shuki, pensioner pul kartaga tushmadi deb o'ylaydi. Aslida esa karta muddati tugagan bo'ladi yoki bankomat ishlamayotgan bo'ladi. Yoki pensioner telefoniga kelgan kodni begona odamga aytadi, keyin kartadagi pul yechib olinadi. Yana bir holat, farzandi ota-onasining kartasini olib yuradi. Lekin keyin oilada nizo chiqsa, pensioner o'z pulini nazorat qila olmay qoladi. Shuning uchun men bu masalani faqat pul tushdimi yoki tushmadimi deb emas, balki pensionerning moliyaviy xavfsizligi deb ko'raman. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya sizning shaxsiy daromadingiz hisoblanadi. U farzandingizniki, qarindoshingizniki yoki qo'shningizniki emas. Agar pensiya kartaga tushayotgan bo'lsa, karta ham, PIN kod ham, bankdagi hisob ham sizning nazoratingizda bo'lishi kerak. Men ko'p holatlarda shuni ko'raman. Pensioner men bankni tushunmayman deb kartani butunlay boshqa odamga berib qo'yadi. Yordam olish mumkin albatta. Lekin yordam bilan nazoratni topshirib qo'yish boshqa narsa. Masalan, 72 yoshli otaxon oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Kartasi o'g'lida turadi. O'g'li har oy ota men yechib beraman deydi. Birinchi oy 1 million 200 mingni beradi. Ikkinchi oy 1 million beradi. Uchinchi oy bankomat komissiya oldi deb 900 ming beradi. Otaxon bankdan tekshirmasa, aslida qancha tushgani va qancha yechilgani noma'lum bo'lib qoladi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l SMS xabarnomani pensionerning o'z telefon raqamiga ulash, bankdan hisob harakatlari bo'yicha ma'lumot olish va kartani imkon qadar o'zida saqlash. Ikkinchi muhim masala, pensiya tushadigan sanani to'g'ri tushunish kerak. Ko'pchilik har oyning aynan birinchi kuni tushishi shart deb o'ylaydi. Amalda esa to'lovlar belgilangan grafik, bank amaliyoti, dam olish kunlari, bayram kunlari va texnik jarayonlarga qarab farq qilishi mumkin. Agar oldingi oy 5 sanada tushgan bo'lsa, keyingi oy ham aynan 5 sanada tushadi degan qat'iy qoida har doim ham bo'lmaydi. 1-2 kunlik farq bo'lishi mumkin. Lekin uzoq muddat, masalan 7-10 kun kechikish bo'lsa, pensioner jim o'tirmasligi kerak. Bunday holatda avval bankka murojaat qilinadi. Karta faolmi? Hisob yopilmaganmi? Karta muddati tugamaganmi? Texnik cheklov yo'qmi? Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli mas'ul tashkilotga murojaat qilinadi. To'lov ro'yxatiga kiritilganmi? Hujjatlarda muammo yo'qmi? Yashash manzili yoki shaxsiy ma'lumotlarda o'zgarish bo'lganmi? Ko'pincha muammo katta emas, lekin pensioner qayerga borishni bilmagani uchun vaqt yo'qotadi. Uchinchi masala, karta muddati tugashidan oldin yangilash. Har bir bank kartasining amal qilish muddati bor. Odatda kartaning old tomonida oy va yil ko'rsatiladi. Masalan, 08/25 yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil avgust oyigacha amal qiladi degani. Muddati tugagach,
pensiya hisobga tushishi mumkin. Lekin eski karta orqali bankomatdan pul yechib bo'lmasligi yoki to'lov qilishda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga kartadagi muddatni oldindan tekshirishni maslahat beraman. Muddati tugashiga 1 oy qolganda bankka borib, yangi kartani rasmiylashtirib qo'yish kerak. Misol, pensioner ona har oy 9 iyunda 1000 so'm pensiya oladi. Kartasining muddati iyunda tugagan. Iyul oyida pul tushgan. Lekin do'konda karta ishlamagan. U pensiyam tushmabdi deb o'ylagan. Aslida pul hisobda turgan, faqat karta yangilanishi kerak bo'lgan. Agar u oldindan bankka borganda 2 kun sarson bo'lmasdi. Demak, karta muddati bu mayda detal emas. Pensiya puldan foydalanish imkoniyatiga bevosita ta'sir qiladigan masala. 4-masala, PIN kod va SMS kod. Men buni juda qat'iy aytaman. PIN kodni, telefoningizga kelgan 1 martalik kodni. Bank ilovasi parolni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham telefon orqali sizdan PIN kod so'ramaydi. Pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir qo'ng'iroq qilib kartangiz blok bo'ladi. Hozir kodni ayting desa, bu juda katta xavf belgisi. Ayniqsa pensionerlar ishonuvchan bo'lgani uchun firibgarlar aynan ularni nishonga oladi. Hayotiy holat, pensioner ayolga kimdir qo'ng'iroq qilib, sizga pensiyaga qo'shimcha pul tushadi. Tasdiqlash uchun telefoningizga kelgan kodni ayting deydi. Ayol kodni aytadi. Bir necha daqiqadan keyin kartasidagi 800 ming so'm yechib olinadi. Keyin bankka borsa, pul o'tkazmasi o'z telefon kodlari orqali tasdiqlangani ma'lum bo'ladi. Bunday holatda pulni qaytarish juda qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng kuchli himoya oddiy. Kodni aytmang. Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa telefonni qo'ying. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 5-masala. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda yoshi katta, telefon va bankomatdan foydalanishda qiynaladigan pensionerlar. Ikkinchidan, kartasini farzandi yoki qarindoshiga berib qo'yganlar. Uchinchidan, yaqinda yashash joyini o'zgartirganlar. To'rtinchidan, familiyasi pasportdagi ID kartasi o'zgarganlar. Beshinchidan, uzoq muddat xorijda bo'lgan yoki boshqa viloyatga ko'chib ketgan pensionerlar. Chunki ma'lumotlar o'zgargan to'lov tizimida aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar kartangiz faol bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, SMS xabarnoma ishlab tursa, har oy pensiya odatdagi tartibda tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, sizga hozircha shoshilinch muammo yo'q. Lekin baribir har oy hisobni tekshirib boring. Pensiya miqdori o'zgarsa, nega o'zgarganini so'rang. Bank komissiyasi bo'lsa, qaysi xizmat uchun olingani aniqlang. Odam o'z pulining harakatini bilsa, keyin ortiqcha gap so'z va shubha kamayadi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya kartaga tushgani bilan bu pulni faqat bankomatdan yechish shart emas. Ko'plab joylarda karta orqali to'lov qilish mumkin. Lekin pensioner naqd pulga o'rganib qolgan bo'lsa, har oy butun pensiyani birdan yechib oladi. Bu ham har doim qulay emas. Uyda katta miqdorda naqd pul saqlash xavfli. Yaxshisi, zarur qismini naqd qoldirib, qolganini kartada saqlash mumkin. Lekin bunda telefon va karta xavfsizligi kuchli bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat bankomat komissiyasi. Ba'zi holatlarda o'z bankingiz bankomatidan pul yechsangiz bir xil shart. Boshqa bankomatidan yechsangiz boshqa shart bo'lishi mumkin. Pensioner buni bilmasa, pensiyamdan pul ushlab qolishdi deb o'ylaydi. Aslida bu bank xizmati uchun komissiya bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan aniq so'rang. Pensiya kartasidan naqd pul yechishda komissiya bormi? Qaysi bankomatda qancha kunlik yoki oylik limit bormi? Masalan, 1 million so'm yechmoqchi bo'lsangiz va iri foiz komissiya haqi chiqadi. Bir qarashda kamdek. Lekin har oy takrorlansa yiliga 20 ming so'm bo'ladi. Uchinchi nozik jihat. Karta yo'qolsa yoki o'g'irlansa kutib turmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklatish kerak. Ba'zi pensionerlar ertaga boraman deb kechiktiradi. Shu orada kimdir kartadan kontaktsiz to'lov qilishi yoki boshqa usul bilan foydalanishga urinishi mumkin. Kartani bloklash pul yo'qoladi degani emas. Pul hisobda qoladi, eski karta yopiladi, yangi karta chiqariladi. Bu yerda tezkorlik juda muhim. To'rtinchi nozik jihat. Pensionerning o'zi bankka bora olmasa nima bo'ladi? Agar inson betob bo'lsa, yurishi qiyin bo'lsa yoki uzoqda yashasa, vakil orqali ayrim ishlarni qilish zarur bo'lishi mumkin. Bunda oddiy og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. Ko'p hollarda notarial ishonchnoma kerak bo'ladi. Ishonchnomada vakilga aynan qanday huquq berilgani aniq yozilishi lozim.
bank kartasini olish, hisobdan pul yechish, ariza berish, ma'lumotnoma olish kabi. Men tavsiya qiladigan eng muhim narsa, ishonchnoma kimga berayotganingizni juda sinchiklab tanlang. Ishonchnoma yaqin qarindoshga berilgan bo'lsa ham, bu katta moliyaviy huquq beradi. 5-nozik jihat. Pensioner vafot etgandan keyingi masala. Bu mavzu og'ir, lekin bilish kerak. Pensioner vafot etgandan keyin uning kartasiga tushgan yoki hisobida qolgan mablag'lar bo'yicha qonuniy tartiblar bor. Qarindoshlar karta bizda edi, yechib olaveramiz deb o'ylamasligi kerak. Bu keyinchalik huquqiy muammo keltirishi mumkin. Meros, dafn puli, ortiqcha to'langan pensiya, qaytarilishi lozim bo'lgan mablag' kabi masalalar tegishli tartibda hal qilinadi. Shuning uchun bunday vaziyatda bankka va pensiya jamg'armasiga rasmiy murojaat qilish kerak. 6-nozik jihat, pensiya miqdori kamayib qolsa, ba'zi pensionerlar kartaga oldingidan kamroq pul tushganini ko'rib vahimaga tushadi. Sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Oldingi oyda ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, keyingi oyda qayta hisob-kitob qilingan bo'lishi mumkin. Aliment, qarzdorlik yoki ijro hujjati bo'yicha ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Hujjatdagi o'zgarishlar sababli qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin hech qachon taxmin bilan qolmang. Rasmiy izoh so'rang. Pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. 7-nozik jihat. Bank ilovasini ishlatishda ehtiyot bo'lish. Mobil ilova qulay, lekin uni o'rnatishda faqat rasmiy manbalardan foydalanish kerak. Begona havoladan ilova yuklamang. Kimdir Telegram orqali mana bank ilovasi yangilang deb fayl yuborsa, ochmang. Telefoningizga begona dastur o'rnatilsa, kartangiz xavf ostida qolishi mumkin. Pensionerning telefoni oddiy bo'lsa ham, unga kelgan SMS kod juda muhim. Shuning uchun telefonni ham begona odamga bermaslik kerak. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Karta old tomondagi oy va yilga qarang. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqin 2 oy ichida tugasa, pasport yoki ID karta bilan bankka boring. Bankdan yangi karta chiqarish tartibini so'rang. Agar eski karta pensiya hisobiga bog'langan bo'lsa, yangi karta ham shu hisobga bog'lanishini aniqlashtiring. Ikkinchi qadam, SMS xabarnomani yo'qing. Har safar pensiya tushganda, pul yechilganda yoki to'lov qilinganda telefoningizga xabar kelib tursin. Agar telefoningiz yo'q bo'lsa, o'zingiz ishonadigan, lekin pulingizni nazorat qilib qo'ymaydigan yaqin inson raqamiga ulash masalasini o'ylab ko'rishingiz mumkin. Lekin eng to'g'risi xabar pensionerning o'z telefoniga kelgani. 3-qadam, bankdan hisob harakatlari bo'yicha ma'lumot olishni o'rganing. Bankka borib, oxirgi 1 yoki 3 oylik kirim-chiqimlarni chiqarib berishni so'rashingiz mumkin. U yerda qachon pensiya tushgani, qachon pul yechilgani, qayerda to'lov qilingani ko'rinadi. Agar siz kartani boshqa odamga berib yurgan bo'lsangiz, bu ma'lumot juda muhim. 4-qadam, PIN kodni alohida qog'ozga yozib, kartaning yonida saqlamang. Ko'p odamlar PIN kodni unutmaslik uchun kartaning g'ilofiga yozib qo'yadi. Bu juda xavfli. Karta yo'qolsa, pul ham xavf ostida qoladi. PIN kodni yodda saqlang yoki faqat o'zingiz tushunadigan xavfsiz usulda saqlang. Lekin eng yaxshi yo'l uni hech kim ko'rmaydigan va topa olmaydigan tarzda eslab qolish. 5-qadam, shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Pensiyangiz oshdi, kodni ayting. Kartangiz blok bo'ladi, raqamlarni ayting. Sizga yordam puli chiqdi. Havolaga kiring degan gaplar juda xavfli. Rasmiy tashkilotlar sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar haqiqatan ham biror masala bo'lsa, o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. 6-qadam, pensiya kechiksa tartib bilan harakat qiling. Avval bankdan kartangiz va hisobingiz holatini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank kartasi, telefon raqamingiz va kerak bo'lsa, oldingi to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni oling. Murojaatda falon oydagi pensiya kartamga tushmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman deb aniq yozing. 7-qadam, agar pensioner o'zi yura olmasa, hujjatni rasmiy qiling. Farzand yoki qarindosh yordam berishi yaxshi, lekin bank va pensiya masalalarida huquqiy asos kerak bo'lishi mumkin. Notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtirishda vakilga qaysi vakolatlar berilayotganini diqqat bilan o'qing. Hamma ishlarni qilishga haqli degan umumiy matn ba'zan juda keng vakolat beradi. Shuning uchun zarur ishlar aniq ko'rsatilgani ma'qul. 8-qadam, bank tanlashda faqat yaqin joylashganiga qarab qaror qilmang. Bankomatlar soni, naqd pul yechish qulayligi, komissiyalar, mobil ilova
filialdagi navbat pensionerlar bilan ishlash sifati ham muhim. Agar siz uchun har oy naqd pul yechish zarur bo'lsa, uyingizga yaqin va doim ishlaydigan bankomat bor yo'qligini tekshiring. Agar kommunal to'lovlarni kartadan qilmoqchi bo'lsangiz, bank ilovasi sizga qulaymi? Shuni ham hisobga oling. 9-qadam pensiya miqdorini har oy solishtirib boring. Masalan, siz odatda 20 million 400 ming so'm olsangiz, bu oy 20 million 220 ming so'm tushsa, darhol sababini aniqlang. Ehtimol qo'lni ushlab qolish bordir. Ehtimol qayta hisob-kitob bo'lgandir. Ehtimol texnik xatodir. Muhimi, buni 3-4 oy o'tkash emas, o'sha oyda so'rash kerak. Vaqtida berilgan savol tezroq hal bo'ladi. 10-qadam. Oilada ochiq tartib o'rnating. Agar farzandingiz sizga bankomatdan pul yechib berayotgan bo'lsa, har safar chekni olib kelsin. Qancha tushdi, qancha yechildi, qancha qoldi, buni yozib boring. Bu ishonchsizlik degani emas, bu tartib degani. Pul masalasida aniqlik bo'lsa, oilada ham kelishmovchilik kamayadi. Pensiyani kartaga olish qulay, lekin bu qulaylik mas'uliyat bilan birga keladi. Karta muddati tugamasin, PIN kod begonalarga aytilmasin, SMS kod hech kimga berilmasin. Pensiya miqdori va tushgan sanasi tekshirilsin. Muammo bo'lsa, bank va pensiya jamg'armasiga rasmiy murojaat qilinsin. Eng muhimi, pensioner o'z pensiyasini o'zi nazorat qilishga haqli va bunga befarq bo'lmasligi kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyani kartaga olayotgan bo'lsa, bugunoq kartaning muddatini, SMS xabarnomani va oxirgi tushumlarni tekshirib qo'ying. Izohlarda yozing. Sizda pensiya kartaga vaqtida tushyaptimi? Bankomat yoki karta bilan muammo bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga ham yetkazing.